Bugungi bu videoyimizda hamma berayotgan o'sha savollar, ya'ni bu batareykaga ishlaydimi, zaryadi qanchaga yetadi, uni zaryadkaga qo'yish kerakmi, haqiqatan knopka bilan boshqariladimi, turgandan keyin qancha bo'lsa aloqa qilsa imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Hamma savollarga aynan mana shu videoda o'zingiz uchun javob olasiz. Penil protezlar o'zi nimalar? Boshqacha aytganda, sun'iy jinsiy olat deb tushunadi ko'pchilik. Yo'q. Bu haqiqiy tabiiy jinsiy olat imkonini beruvchi qurilma. Faqatgina ichkariga bitta apparat qo'yiladi xolos. Va bu apparat hech qanday sizdagi orgazm, ya'ni his qilish jarayoniga, bo'shanishlik holatiga, ruh kelishiga va boshqa jarayonlarga aloqasi umuman yo'q. Faqatgina sizning istaklaringizni, xohishlaringizni siz kutganingizdan-da ko'ra ko'proq amalga oshirib beradigan qurilma. Xo'p, buni ikki xil ko'rinishi bor. Hozirgi kunda keng qo'llaniladigan ko'rinishlari bu bir komponentli, ya'ni ikkita sterjin bo'ladi va aynan o'sha jinsiy olatni kaverna bo'shlig'iga joylashtiriladi. Ikkinchi ko'rinish esa 3 komponentli, ya'ni o'sha biz kutgan knopkali mexanizm bilan boshqariladigan, bir umr siz uchun xizmat qila oladigan ustroyство deydi, qurilma. Buni 3 ta komponenti bor. Ikkita aytganimizdek sterjin bo'ladi. Bitta rezervuar, ya'ni aynan suyuqlik saqlovchi shar hamda knopka. Bu knopka sizlar bilgan knopkadan biroz farq qilishi mumkin. Bu qurilma aytganimizdek bir umr xizmat qiladi, lekin hech qanday zaryad, hech qanday batareyka talab qilmaydi. Qiziqarli. Fizika qoidalariga qaytamiz. Ya'ni suyuqlikni manfiy bosim tomonga qarab harakati orqali xizmat qiladi. Ya'ni aynan o'sha rezervuar deydi, qovuq oldi bo'shlig'iga qo'yiladigan maxsus qopchaning ichida suyuqlik bo'ladi. Biz o'zimizda xohish bo'lgan vaqtida ana shu knopkani bosgan paytimiz suyuqlik to'g'ridan-to'g'ri jinsiy olat ichida joylashgan ikkala sterjinga quyilib to'ladi va ereksiya hosil bo'ladi. Eng yana bir qiziq tomoni, siz bu ereksiyani o'zingiz nazorat qilishingiz mumkin. Yumshoqroq holatda ereksiya yoki haddan tashqari tarang ereksiya. Bu sizni individual xohishlaringizdan kelib chiqib, o'zingiz boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladigan yo'l. Xo'p. To'ldi, demak, suyuqlik to'ldi ikkala sterjinda, siz aloqaga kirishdingiz. Aloqani xohlaganingizcha qilishingiz mumkin. Kuchingiz yetsa 1 soat. Agar undan ham kuchli bo'lsangiz 2 soatgacha qiling. Bu hech qanday chegara talab qilmaydi. Faqatgina sizda o'zingizning kuch imkoniyatlaringizdan kelib chiqadi. Aloqani yakunladingiz, hammasi yaxshi o'tdi, bo'ldi, ishingiz tugatdingiz. Endi knopkani bosish orqali qayta o'sha jinsiy olatni yotqizib qo'yishingiz mumkin. Ertakka o'xshaydi. Fantastika deydi, lekin bu haqiqat. Bu qurilma o'zi kimlar uchun ishlab chiqilgan? Kimga bo'lsa qo'yib ketishlik qandaydir darajada noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kunda tibbiyot nuqtai nazaridan olib qaraganda, aynan qandli diabet sababli jinsiy olat ishlamay qolganlar, avtohalokatlar, turli xil travmalardan keyingi holatlar, psixogen erektil disfunksiya deydi, miyadagi boshqaruv buzilishi hisobiga jinsiy olatini nazorat qila olmaydigan insonlarga bu narsa juda ham qo'l keladi. Hattoki eng yosh, ya'ni 20 yosh atrofidagi bemorga ham bunday qurilmani qo'yganmiz. Demak, bu oilani saqlab qolish uchun ham eng katta asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Bu mavzuda hozir biroz turib to'xtalaman va bu hikoyani sizlarga aytib beraman. Hozir birinchi o'rinda aytadigan gapim bu qanday qilib bu apparat joylanadi. Bu hamma uchun qiziq. Bu jarayon operatsiya yordamida amalga oshiriladi. Terini aynan jinsiy olatning asos qismidan kesma hosil qilinib, kesmadan sekin-astalik bilan jinsiy olatning turish vazifasini bajaruvchi ikkita kaverna bo'shlig'iga yetib boriladi. Va bu yerda eng asosiy narsa ana shu kaverna bo'shlig'ini ochib, ichidagi g'avak to'qimaga bujlar yordamida bo'shliq hosil qilinadi. Ikki tomondan, ya'ni chanoq sohasi tomonidan hamda jinsiy olatni bosh qismiga qarata mana shu kabi
bular bilan kerakli g'ovakni hosil qilganimizdan keyin mana shu ko'rinishdagi ikkita sterjin aynan jinsiy olatdagi o'sha bo'shliqqa o'rnatiladi va bu bizda jinsiy olat turishini ta'minlovchi asosiy qurilmani bir qismi hisoblanadi. O'rnatildi, ikkala tomondan ham joylashtirilib, ishonch hosil qilindi. Mana ko'rganingizdek, bir tomoniga уже mana qo'yilyapti va ikkinchi uchi keyingi bo'shliq tomoniga yo'naltirilyapti. Va mana shu ko'rinishdagi struktura hosil qilinadi. Ana undan keyin mana ikkinchi tomoniga ham qo'yildi va siz ko'rganingizdek, endi keyingi bosqichiga o'tiladi operatsiyani, ya'ni aynan mayaklar sohasi oldi sohasiga, ya'ni yorg'oq bo'shlig'iga biz aytgan o'sha pultni o'rnatamiz va ikkalasini biriktirib yo'llarini mustahkam vakuum holatiga keltiriladi. Undan keyin aytganimdek, uchinchi etap qoldi, ya'ni rezervuar. Ya'ni asosiy suyuqlikni ushlab turuvchi shar, ballon. Bu narsa mana qo'q bo'shlig'i pushti rangda ko'rishingiz mumkin. Aynan o'sha biz ochgan kesmani yonidan mana shu joydagi bo'shliqqa o'sha shar ballonni o'rnatamiz va buni uchuni ham mana shu kabi foydalarni tekshirib olgandan keyin bir-biriga ulaymiz. Bo'ldi, operatsiya tugadi. Bu operatsiya davomiyligi taxminan 40 minut yoki 1 soatgacha davom etishi mumkin. Va shundan keyin mana shu ko'rinishga keladi. Ko'ryapsizlar, hech qanday jinsiy olatga implant o'rnatilganini bilinmaydi. Knopkani bosilyapti va ereksiyaga erishiladi. Jinsiy a'zodagi bu ko'rinishdagi operatsiyalar sizlar uchun qandaydir darajada og'ir, qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Aslini olganda unday emas. Bemor to'liq narkoz holatida bo'ladi va bemorda bu jarayonlar hech qanday og'riqsiz amalga oshiriladi. Kichkinagina bitta kesma va bu jarayon 1 soatdan keyin sizda hammasi o'z yakunini topadi. 3-4 kun nazoratda bo'lasiz va bemalol uyingizga ketishingiz mumkin. Jinsiy aloqaga esa kamida 1 oydan keyin ruxsat beriladi. Eng yana bitta qiziqarli tomoni, juda ko'pchilik erkaklar bu narsani ayolidan berkitish maqsadida bizga shunday savol beradi. Ya'ni bu operatsiyani qildirganimni ayolim bilmasligi imkoniyati bormi? Albatta bor. Ya'ni siz buni o'rnatganingizdan keyin uni hech qanday ayolingiz sezmasligi ham mumkin. Oddiy knopkani bosish bu ko'rsatmasdan amalga oshiradigan jarayonlardan biri. Hozirgi kunda bu narsa 100%lik meditsina jihatidan 100%lik yechim hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi doktorlar bu ishni qoralaydi va o'zlarini amalda ishlatib kelayotgan har xil PRP degan metodikalar bilan jinsiy olatga ukol qilib tuzataman, dori berib tuzataman degan yo'llar bilan turli xil yolg'onlar bilan sizni ishontirishga harakat qiladi. Lekin shu narsani biling, agar sizda jinsiy olatingizda turishida muammo bo'layotgan bo'lsa, bunga albatta aniq belgilangan butun dunyoda to'g'ri yo'nalishlar, to'g'ri standartlar va bosqichlarning har bittasi aniq belgilab qo'yilgan. Mana shularga asoslangan holatda ish olib borish sizni bu nozik a'zoyingizdagi bunday kuchli imkoniyatlaringizni ochib berishga eng to'g'ri yechim hisoblanadi. Sizdagi ereksiyani sustlik holati qay darajadaligini haqiqatdan bilishni xohlaysiz, lekin ba'zida doktorga oldiga borib to'g'ri yo'nalish olishga imkoningiz bo'lmay qolishi mumkin. Men sizga mana shunday imkonni beraman, ya'ni siz uy sharoitida, uyda o'tirgan holatda hozir bitta link qoldiraman. Mana shu link orqali Telegramdagi botga o'tib turib, u yerda maxsus savollar bor, shularga javob bergan holatda sizdagi ereksiya hozirgi holatda qaysi bosqichda turganligini bilib olishingiz mumkin. Bu albatta bepul. Agar sizga bu mavzu juda ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan ereksiya jarayonida jiddiy muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, siz qabulimga yoziling. Albatta siz uchun vaqt ajratib bepul konsultatsiya o'tib berishim mumkin. Faqatgina joylar soni chegaralangan. 3 kun ichida quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib yozilsangiz, YouTube orqali kelganligingizni albatta eslatib o'ting. Shunda
bunday mavzudagi hamma savollaringizga to'liq javob berishim mumkin. Sizlar uchun navbatdagi videoyimiz qancha vaqt jinsiy aloqa qilish norma hisoblanadi mavzusida bo'ladi. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni kuzatib borsanglar, keyingi videoyimizda tez bo'shanish mavzusiga chuqurroq to'xtalib o'tamiz.